Assalamu alaykum, hörmətli görünmənlər. Tuş vaxtınlar xeyirlik olsun. Mən Fatimə Sən. Sağlam həyat proqramımızın 10-cu sonunda sizlər bilan qayta yüz görüşdük. Həməyləngə məlum ki, pərzəntlərinin dünyaya yenidən göz etişi ata-analarının həyatındakı ən çox xoşalınarlıq vaxt hesablandı. Şunun bilan birgə bu vaxtınki sağlam tug'ilish-tug'ilmasligimi ata-analarni ən əndişəyə saldıran məsələlərdən biridir. Biz bu sonimizda yeni tug'ilgan boğaqlarning tug'ilibla ağır kasallarni ko'zitish bo'limiga elinishining sabablari va bu xil ahvollarningki oldini olish tadbirlari qatorliq nuqtalarga to'xtalamiz. Bugungi mehmonimiz kasbiy bolalar doktori Elminur xonim. Xush kelibsiz Elminur xonim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun ko'p rahmat. Abayım deb o'tdik bugünkisi şu ağır kasalliklar bo'limiga elingan boğaqlar haqida to'xtalganligimizni. Unda savolimning birinchisidan boshlayveray. Nima uchun bir qism yangi tug'ilgan boğaqlar mushu ağır kasalliklarni ko'zitish bo'limiga elindi? Mushundan boshlaylik. Assalomu alaykum. Bu programmaga taklif qilganingiz uchun men sizlarga rahmat aytaman. Bu xizmatni izchil davom qilayotgan, bu programmaga izchil erishayotgan ko'rmanlarga ko'p rahmat. Bu qitimqi bu 10 sonda nurg'un qarindoshlarimizninki yangi tug'ilgan boğaqlarninki shu turklar yo'g'in bakımdaydı, ağır kasallar kuzatish bo'limiga, ya'ni alayda beqilish va davolanish uyiga kirib qilishning sababini nurg'un ota-onalar tushunib bo'lmaydi. Nima uchun kirib qolgandi? Endi bu bir narsa tanarqida qimmat bo'lganligi uchun ota-onalar eng cho'ng biri bisim olib keldi bu. Nima uchun tug'ilgan bolalarni hammasini akirib olam deganda, nimda hamma bola bu yerda bo'lib qolganda degan savollar qalisi tug'ildi endi. Yaqin yag'i bizning nurg'un shu Uyg'ur qarindoshlarimizninki balalarninki shu o'rinda yetayotganligi, iqtisodiy qiyinchilik uchirganligi, shu sababli torlarda murojaat e'lon qilganligini ko'rdik. Gapimizni uzatishga to'g'ri kelib qoldi. Endi ata-onalar bu odam shu bo'libmi homila bo'lgan, shu davomli bola tug'ish orzusi bo'lgan, bola bo'lishni orzu qildigan ata-onalarningki bir bilish tegishlik oddiy tushuncha deb qaraganligim uchun bu sonda shu ig'ir kuzatish bo'limiga nima uchun bolalar ilindi degan to'xtashni to'g'ri topdim. Birinchi savolingizda nima uchun yangi tug'ilgan boğaqlar ig'ir kasallik kuzatish bo'limiga ilindi deganda, bu hamma yangi tug'ilgan boğaqni olmaydi bu yerga. Chunki bu yerga oldigan bolalarninki shu uyda davolanishga ehtiyoji tug'ilgan bolalarni oladi. Masalan, eng ko'p ko'rildigini turkcha prematura deydi. Biz zavod sanxitaycha, masalan, baldir tug'ilib qolgan bola, baldir tug'ilib qolgan bolalar. Baldir tug'ilib qolgan bola odatda ko'pincha 32 haftadan burun tug'ilib qolgan bolalarni ko'z tutadi. Hatto qo'saq qilib 24 hafta, 25 hafta bo'lganda tug'ilib qolgan bolalarni da beqib davolab saqat qildi. Ya'ni 6 oylik tug'ilib qolgan, 5 oylik tug'ilib qolgan bolalarmi bo'ladi ba'zida. Endi bu yerdagi boğaq bolalarning ilish sabab bir narsa bola baldir tug'ilib qolgandan keyin aslida bola onaning qo'zg'alib qolgandan keyin 8 haftaning ichida bolaga butunlay organlar, a'zolar shakllanib bo'ldi. Dastlabki 120 kunda, masalan 4 haftadan hisoblасakmi 3 oy vaqtning ichida bolaning yurak butun a'zolari shakllanib bo'ldi. Lekin a'zolarning ichida o'pkimi shakllanib bo'ldi, lekin o'pka shoxchilarining ichidagi o'pka puvakchilari, masalan, ushaq havo kirib chiqib oldigan o'pka puvakchilari eng oxirida shakllandi. Tug'ishga 2 hafta qolgan chog'da eng yuqori holatda shakllanib tug'ildi. Bunu nima hikmeti var degan chog'da aslida baldir yetilib qolsa, onaning qonida bola sirtdan oksigen olmaydi, bola hamridan oksigen oladi. Oziqlikni bolaning hamridan oladi. Agar o'pka baldir yetilgan vaqtida oksigenga ehtiyoji haddidan ziyod oshgan vaqtida ona bo'lgan bisim oshadi. Shuning uchun bu bir hikmat, Allohning qudrati. Eng oxirida o'pka shakllangan bilanmi o'pkada nafas olmaydi qonida. Shu tug'ilgandan keyin bolaning puti urimiz o'pka shoxchalari havo kirgandan keyin ichildi. Shu vaqt nafas olishga boshlaydi. Endi bola baldir tug'ilib qolgandan keyin u o'pka shoxchalari yetilmaydi. Yetilmagandan keyin tug'ilgan bola normal nafas ololmaydi. Unda bo'lganda chuqur u bolani nafaslantirishga ehtiyoji tug'ildi. Onaniki baldir tug'ilib qolgan bolalarniki imishi ojiz bo'ladi. Onasininki shu nimasini imgan vaqtida imanmaydi. Kuch yo'q bolada ojiz. Onun uchun u bola shlankada uzoq berish to'g'ri keladi. Ana yana bir qism bola bor, tug'ilgan vaqtning o'zida bolaninki vaqti to'shib tug'ilgan, 39 hafta, 38 hafta tug'ilgan, lekin bolaning ig'irligi to'shmagan. 1 kiloga yetmagan yoki 1,5 kiloga yetmagan bolalar u yerda yana o'zining normal ig'irligini saqlayolmaganligi uchun bolaninki nafasini, yurak harakati,
aşqazdan balaniki mesela tərəfini qilish normalsızlığı cəhətlərdimi balını yəni alaydı küçük doğru keldi. Bu çağda yəni yatıdı. Anan keyin bir qism bala var, tug'ilib bir kundagi seriqlik bak haddidan ziyoda ishib ketadi. Bu balalarni ig'ir kuzish bo'limida kuzatib bu davolash to'g'ri keldi. Yana bir qism bala var, tug'ilib yurak kasali bilan tug'ilgan, tug'ma yurak kasali yoki bir qism bala var, tashqi a'zolarida masala chiqqan. Masalan, meningki ishlayotgan vaqtimda shu men bildigan bir tug'ilgan bala normal tug'ilgan, ammo julun, keyingi julun uchuq tug'ilgan. Şu nemisi, julun uçuk tuğan. Bu bal tuğulgan çağda keyin çoğunganda meyip bop kaldı dedi. Yani atanısı dinle bek düşünüp ketmegenlik üçün bu balı biz bakmayımız dep düşe taşlap koyup çıketti. Ahire şu bu balını eşet aş koyup öldürüşke mecbur oldu endi. Ölgenlik atanısı haber kıldı eketdi. Yani bizim bir tonuşumuzun balısı değil. Demek çoğun gibi aşında bir keseller bolsun mu? Yani şu yerde bir kış tuğulup geldi. Onun başka şu mekat tuğuluşturulup küçük tuğulup kaldıgan ballarını aşağıya sep durup onun operasiya doktorlarını çağırıp tashqi kasalliklar bilan davolash to'g'ri kelgan chaqda yana shu o'ringa selishga ehtiyoji bo'ldi. Ya'ni bu xil tug'ilgan boqlarniki har xil, ya'ni aynan sabablari bo'ladi. Sabablari bo'ladi ekan shunaqa. Undan so'ng shu ko'z tush bo'limiga elingan boqlarni normalda qanday davolash usullari bilan davolaydi? Ig'ir kasallan ko'z tush bo'limi boqlarni qanday davolaydi degan chaqda asli bu shunday davolash usuli 1891 yılı Fransiyada Alexander Lon deb bir adam şu yangi tug'ilgan boqbolalarning o'lish nisbati shuncha yuqori bo'lganda shu zamonlarda. Zaten bizning vatanlardami o burunlarda bunda davolash bo'lmagan chaqda bolalarning o'lish nisbati shuncha yuqori ekan. Shuningdek bu adam o'zi bolaning baldir tug'ilib qolganidan keyin asli onaning qornining qo'sqida vaqtini to'shqizgan bola baldir tug'ilib qolganidan keyin unda bo'lsa onaning qorniga o'xshaydigan bir ya'ni payda qilsa, shuna bir yana yazsa, ko'zidek kimda ugudek bir narsani yazsa, shunga balla asha yetib, oxirgi shu ananing qarnida chala qolgan hapsini shu yerda to'shtirib chiqsa, aniki bu ballada normal yetilish bo'lamdi deb tafakkur qilib, shu asbobni yasaydi ekan, lekin u asbob keng ko'lamli dunyoga umlashib ketmaydi ekan. Keyin bara-bara taraqqiyot har qaysi davlatlar kirishga bu asbobmi ham qimmat asbob. Har bir balaga masalanda o balani ekirgandan keyin birinchi qiladigan ishi ashada normal 24 soat shu onaninki oksijeni pul ketmaydi qo'saqtiga vaqtida. Tabiiy biz oksigen olamiz, beramiz, ammo uni nurg'un pul bilan oksigen olgan gap edi. Buniki men bir bunday deyishim sabab nurg'un atalni nimanchilik qimmat deydi. Zaten vatanda bo'lsin, vatan sirti bo'lsin, bu bak qimmat bir davolash. Chunki hamma narsa pul bilan. Biz qo'saqti vaqtida oziqnish pul ketmaydi, ha nafas olishimiz pul ketmaydi. Tayyor qo'saqda Alloh taolo shunda oson qilib bergan, ammo biya kirgan chaqda u isinish kerak. Uning temperaturasini o'lchab turdi. Onaning qornining temperaturasi qancha bo'lgansa, shu aynakning ichki temperaturasi shuncha bo'lishi kerak. Ananing qarnida net soati bir balaniki bola hamriydin oziqlanishi kerak bo'lsa, shu yerda vaqtida sestralar tarafidan 24 soat kuzatilib, ashunga emdirilish kerak. Ba'zi onalarning sutini sig'ib ekib beradi, ba'zilariga sut parashiga beradi. Uning ular suvsizlik o'zi to'liqlash kerak, uning ta'rdini adalash kerak, uning minut sekund bir yuragini tinglashib turish kerak. U yana temperaturasi eshib ketsa baliq ziyonli uni tingshlash kerak. U yerda qilingan xizmat bir sürü xizmatlar bor. Onaning qo'sqida nafaslanış, oziqlanish, isinish, sovuqdan mudofaa qilinish degan bütün narsalar shuning uchun mujassam xalq uchun u yerda davolangan xizmatlarni cho'ng yuqori nim talab qiladi. Haliqi jafoliq bir xizmatni talab qildi. U yerda masalan 3 oy turdim men u bo'limda turish jarayonida sestralar hargiz uxlab qolmaydi. Masalan 3 buvoqqa yo 4-5 buvoqqa bir sestra qarzi qargan bo'lsa, almishib 6 soatda 8 soat bir almishib qaraydi. Xuddi o'zining qo'sqidagi balani boqqandek beqishga ehtiyoj bo'ladi. Unda bağlaş üçün bir yerlik bu vaxtlardaki asaslık beşinin keçirdiğin davranışı oksigen sümürüş, ozuqlanish, cho'ng kishi tarafından vaqtida qilinishiga diqqat qilish, onun başqa yürek ritmi deymiz, öpküsüniki nafaslanış deymiz, balaniki put-qo'l harakat hammasini shu kuzatib davolashni beşinin keçirdi. Yani o ko'z tush bo'lmadagi o aynak uy, yani bir onaninki qo'sqi hisoblanib, shu qo'saqdagi holatni ashada qilg'ish uchun shunga ash aynak egnishiga soldi. Onaning ishida chalqib qolgan xizmatni ayada to'liqlaydi. Biz bilmaymizki, qo'sqimiz bachaqda vajan, hajab bir yig'lab ketdim, boldiroq tug'vatsam bo'ptiki, vajan keyin tug'ib ketdimda ba'zi shikoyat qilamiz, ammo tug'ilgandan keyin, masalan, bizning qo'sqimizda qancha narsalarningki haqsiz bizga qolaylik ekanligini shu kirgan his qildi balki Nurxat Allah. Ondan sonra şu boğaqlarniki mush ko'z tush bo'limiga kirib qolishiningki, ya'ni onaning homildor vaqtidagi
turmuş adetleri, yemek içmekler, ozuqlanish holatlari degandeklarninki ta'sir bo'lamdi. Ashundan kelib chiqamdi. Ha, albatta bunun ta'siri bo'ldi. Shuning uchun biz bu darsni bu so'zlab o'tiribmiz. Balla eg'ir kuzish uyiga alayda, ashuna kuzish uyiga kirib qolgandan bu darsni so'zishimizdan ko'p ahamiyatli zaten kirib bo'ldi bu balla. Atalama azdulu uyiga kirgandan balla avval bo'ldi. Biz ne uchun bu darsni bu so'zlab o'tiribmiz? Mushning oldini og'ili bo'lamdi. Shu chiqimning oldini og'il bo'lamdi. Shu ataning shu azobining oldini og'il bo'lamdi degan nuqta so'zlab o'tiribmiz. Masalan, baldir tug'ilib qilish sabablari necha xil bo'ldi. Ba'zida hamile bo'lgan ayolniki yeshi cho'nglab ketsa, bo'lib menda kitoblardagi 35 yoshdan oshgandagi tuqqan bolalardan baldir tug'ilib qilish nisbati yuqori bo'ldi ekan. Balkim bu chog'da ayollarniki fiziologik o'zgarishi bilan psixologik o'zgarishi munosabatli bo'lishi mumkin. Undan boshqa atalarda egashim kasalliklar bo'lgan bo'lsa, masalan, o'pka kasal yoki böbrek kasal yoki qon besim yoki yurak kasal degan kasallar bo'lsa, bu chog'da shu kasalning ta'siridami bolaning baldir tug'ilib qilishi bo'ladi. Agar bunda vaqt hamile bo'lishni xohlaydigan otalar bo'lsa, shu egashim kasallikni yaxshi kontrol qilgan asosda hamile bo'lishga diqqat qilish kerak. Undan boshqa shu qo'saq qolgan vaqtida ig'ir bir besim uchragan. Bo'libmi men atrofimni bilmayman, shu balasi qo'saq qolgandikilar vatanda opis tutilib ketgan, dod tutilib ketgan yo ruhiy besim uchraganlarning bolalari haqiqatan baldir tug'ilib qoldi. Bu insonning qalbisiga ta'sir qilgan narsa balg'im cho'qim ta'sir qiladi. Unda o'g'anki ruhiy besim uchraganki insonning yurak harakati normal bo'lmaydi, oksigen normal bo'lmaydi deganda. Undan keyin yana birisiga mush araliq munosabatning normal bo'lmasligi bolaning baldir tug'ilib qolishi sabab bo'ladi. Ana yana biz ko'p ko'rilgan Uyg'urlarda orqa-orqadan tug'ish, xushyoq tug'ish bu bolaning baldir tug'ilib qolishiga sabab bo'lgan omillardan biri. Shuni doktorxonalar masalanda asli tibbining o'lchimida bir bola bilan bir bolaning orlig'i ayolning tug'itib butunlay asli kelishi 2 yil vaqt ketgan, ruhsal va fiziksal jihatdan. 2 yil vaqt ketgan. Endi Qur'onda yakkamizda diniy kitoblardami bolaning emitish vaqti 2 yil deydi. Masalan, siz 2 yilgacha bir bolani qo'saq ko'tarib etsangiz, bir bolani emitish haqqi qolib qoldi. Masalan, 1 yoshga kirgan qo'saq ko'tarsangiz, bir bolani 1 yoshning vaqti qolib qoldi. Demak, bu 2 yil emitsangiz 2 yil emitish jarayonida sizning butun baliyat quringiz, butun a'zoringiz asli kelgan. Ondan başqa 2 yil orliq bo'lgan chaqda baliyat qildiki, bolaninki muqim turishi nisbatan yaxshi bo'ldiki. Shunga bu yerda bizningki otalarning bilish tegishli narsa, agar siz masalan oson qo'saqda qoldigan yoki bo'lmasa shunday hozircha baliq bo'lgansiz bo'lmasa, buni tadbirini elishingiz kerak. Qo'saq qilib qolganki amallik tug'ilmadingiz, balkim nurg'un mushta ishlar tavakkul qilishga yoki bo'lmasa mushta tug'itdan keyinki mushta avarchilik yo'liqishga majbur bo'lamiz. Ondan başqa shu hamil bo'lgan ayollarniki qo'saq vaqtida bolaninki ig'irligini o'zining sog'lom qo'saq ko'tarib atamdi yo sog'lom emasmi? Zaten bu bola qancha o'zgarish bo'yadi. Bu bola men hozir qo'saq ko'targan 6 oy degan bo'lsam, doktorxona borganki 6 oylik bola o'xshayapti, o'xshamayapti deganda bu vaqt qarori tekshirish bizda bek ojiz. Bo'lib Uyg'urlarda bek oz bundaqlar oqisini davom qilmaydigan. Masalan, yaqinda bir hemşirimiz tug'utda o'lib ketdi. Shu qarinishimizmi shu Zaytunburunda shu nimni tekshirishni izchilab bormagan. Keyin bu aniqlandi. Bolaning tekshirishini izchilab bormagan. O'zim kasal bo'lgan, izchil davolatmagan. Oxirganda tug'ut o'lib ketdi yaqinda. Hammamiz bilamiz Tailandda yo'l ishga bir qarinishimiz. Bu nima sabab degan chaqda shu homilik vaqtda haqiqatan ota-onalar doktorxonaga berishni erindigan. Voy necha bolam saqlamat tug'dim-ku, hech nima bo'lmas deydigan. Endi chunki biz vatandan Turkiyaga chiqib, vatanning tuproqi, muhiti, suyidan orlib yerga chiqqandan nurg'un o'zgarishlar bo'ladi. Bizning shamasligimiz yoki suyaklarimizning bo'shab ketishi, chirib ketishi, nam havoning bizning ustixonlarimizga yo baliyat qo'y balki badallarimizga hujayramız ta'sir qilsa o'zgarish bo'ladi. Unda bo'lgandiki, mayli siz vatanda 5 bola tug'ib keting, 10 bola tug'ib keting, bu yerga chiqqandan chuqur qarorlik tekshirishga ahamiyat berishimiz kerak. Men bu vaqtda shu nima uchun material izlayotgan chog'da o'qigandim. Ota-onalar masalan baliq bo'lishni agar xohlasa, cho'qim 3 oy burun butun badan sog'lomligini doktorxonada tekshirtib, o'zi kasal bormi yo'qmi, anaki qon ozlik degandek mushkul ahvollarni hamma kuzatib bo'lgandan keyin, andan doktor sizlar hozir sog'lom holatga keldinglar, sizlarning fizikanglar mushunga to'g'ri keldi degandan keyin, andan keyin baliq bo'lib bo'ldi. Andan keyin homildor bo'lgandan keyin hech bo'lmasa 3 oyda bir qitim tekshirtish kerak deb shunday yozib ekan to'q. Ya'ni bu xil ahvolda bolalarning mushtaq aynaklar kirib, ya'ni ig'ir kasalliklarni kuzatish bo'lmay kirib qilishni oldin olish uchun mush tekshirishlarga haqiqatan diqqat qilish kerak ekan. Ondan so'ng bu hozir bunda korona vaqtida shunda aynakga kirgan bolalar bormi deganda bor. Masalan, az olsunmi? Nima degan chaqda osh bolaning nafas qilinadigan, o'pkasida yallanib qilgan. Baldir tug'ilib qolgan bolalarda meniki
dedim ha, öpküge kengeytilgandan keyin nafas yaxshi bo'lgandan keyin yallig' bo'lib ketadigan. Undan boshqa hani bas suyunu içiliş sebepli yalgınlanıp kaldıgan, miyası da yallık bulduğun işler ehvallar buldu. Hani öz tuqqan ayollarning uç bas suyunu köp içip aldıgan ehvallari buludu. Ama şu jarayonda hem de çokum hem de şu hamile vaqtda hani özünüzün etrafında doktorxonalarning ichida işte ig'ir kuzatish uyi bormi yo'q, doktorlarning seviyasi qancha oshtirib bilan o'ylashingiz kerak. Agarda shunday muhit yaxshi bo'lmay tug'ilib qolgan bo'lsa, bu bani yutkuvchi borliqda o'lib ketadigan bolalarni ko'rmagan. Biz masalan Janubiy Shinjongda kap bo'g'uvchi bolalarning yo'lda o'lib qolgan bolalarni bilamiz. Mesela aslında şarafga erişemigan holatda. Yani bu hem ananınki hamildar vaqtiga tutsa, hem muşun tug'ilib bo'lgandan keyingi ahvollar tug'ilish jarayoni, tug'ilgan uyninki nimsiga qarata bo'lgan ishlar. Hisobni berib taqildigan ish bu. To'g'ri. Ondan sonra şu ko'z tush bo'limiga ilingan bovoqlarninki saqaygandan keyin saqlamlik asliga kelgandan keyin mesela agashma xarakterli kasalliklar yani paydo bo'lish yoki boshqa kasalliklar bo'lish degandek, yani cho'ng bo'lgan sira sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadigan ahvollar yuz beramdi. Endi bu to'g'rida aniq manchi balni aynak deytib, manchi balni bo'lgandan keyin ular chikatgandan keyin davomli tekshirishlar ekanmaydi. Nima ko'zish bo'lgan atalar ba'zilar bayqaydi, ba'zilar bayqamaydi. Buning doktorxonalarda aniq bir statistik qilgan ma'lumot yo'q. Lekin endi uyada bola uyada yotadi, sestra uning bilan nima qildi, aloqa qildi, otani o'zi ko'maydi. Shu bolaninki masalan vaqti tegini almashtirib, vaqti qilmagan chog'da bolaning uzun vaqt yetishmasa terilarida zaxmlanish ahvollari bo'lib qolishi mumkin. Vaqti uyga qilmaganligi uchun. Ama lekin buningda ko'pincha sestralar, doktorxonalar nihoyat qattiq talab qo'ydi, diqqat qildi. Uningki bu bola uydan chiqqandan keyin zahatda uyga yetishki maqsad boladagi eksiklikni, boladagi kamchilikni, boladagi ozlikni to'liqlash. Agar to'liqlanib bo'lsa, uyga yetishning hojati yo'q. Unda bo'lganki, u chiqib bo'lganki cho'ng bir masala ko'rildi deb hozirgacha unda bir ma'lumot yo'q. Yani aniq bir ma'lumot yo'q. Ma'lumot yo'q. Hozir oxirgi savolimni so'rayman. Bu savolda abay biz azroq deb o'tib ketdik. Shunda bo'lsa, hamildor ayollarningki diqqat qilishiga tegishli muhim masala bo'lganligimiz uchun yani takrorlashni to'g'ri ko'rdim. Mushu ig'ir kasalliklar bo'limiga bu vaqtlarningki kirib qolishining oldini olish uchun abay o'zingiz deb o'tdingiz-ku, hamildor ayollar hamildor bo'lgandan keyinki mushu masalaga diqqat qilmagan asosda bolalar kirib qoldi deb. Undan esa mushu hamildor bo'lgan ayollar bolalarning mushkul ahvollarga uchirmaslik uchun qanday ishlardan demak kerak diqqat qilish kerak? Ameliyat bunun cevabını bayan berip buldunuz. Mesela hamildor bo'lishdan ilgari chuqur sog'lomlik tekshirishga diqqat qilish kerak. Hamile bo'lganda ananikin qusqinni qapti deb o'tirmay, shuningki qancha vaqt bo'lganligini aniq bilish kerak. Uning o'ziniki ig'irligini ishiyotgan, tushiyotganligiga diqqat qilish kerak. Hadini ziyod ishib ketishmi xatarlik, o shakar kasali bormi yo'qmi uni diqqat qilish kerak. Ba'zi atalar qo'saq ko'tirish bilan tangli jigar kasallar bilil ko'tirdiganlar bor. Ular ham diqqat qilish kerak. Ondan keyin masalan qo'saq ko'tirish jarayonida bolaning harakatiga diqqat qilish kerak. Qo'saq harakat, masalan 4 oydan boshlab midraydi bola, midrimizda nima bo'ldi? Hatto ba'zi atalar 5 oygacha yurak balasının yürüyüşünü atanda qanchalik oksigen yetishmaslik o'zida qanchalik bearam bo'lsa, mush balamning yurak so'qishi yaxshi emasga deb his qilsa bo'ldi. Shuninga masalan ko'pincha atalar işte demim siqilyotdi deb uyning aldirashishlar yoki boshqa bolalar bilan yoki yo'lishni ancha ko'ngil bo'lib ketmasligi yoki o'zim e'tibor bermasa sal qaraydi, mush oksigen kamlikmi nurg'un kasallarni kelib chiqishini ilgari surib qoldi. Shunga mush homil bo'lgan ayollar cho'qib oksigen sumirishga ahamiyat berish kerak. Bazı ayollarning sezgi shunda qattiq. O sezgining qattiqligidan hatto men bayan bir kasal bola yulini ochiq tug'ilib qoldi degan chog'da 9 oy 9 kun qusib tuqqan deb ayol. Ashning dasidan bola o'ziga yetishmaslikdan shu kelib chiqdi oxiri. Ba'zi ayollarning sezgi qattiq, ammo oksigen sumirib, ashna qo'shimcha davolash suyuqliklarni to'liqlab qisib bo'ldi. Ko'pincha ota-onalar lekin o'zining sezgi qattiqayman mushta ko'tirmanga deblar, dastlab 3-4 oyda, 5-6 oyda sal qaraydi. Aslida doktorxona berib, uning bir dorilar va ishlaydigan. Yoki suyuqlik to'liqlaydigan, oziqlik to'liqlaydigan nimalar uni ahamiyat bersa, u tamoq yemisimi to'liqlab ketgili bo'ldi. Endi ba'zi ota-onalar va voy men hech nimadan nima qilmayman. Sezgi munda yo'q deb bo'lishiga yeb, semirib ketib, shakar kasal bo'ladigan ahvollar bo'ladi. Buni ham diqqat qilish kerak. Aniq eng muhim narsa shu. Mushu bolaninki ig'irligi bilan otaninki shu o'ziniki bo'lgan azyash kasalliklar uchun diqqat qilishdan yana birisiga mush bolaning vaqt qarada tekshirib turish. Chunki biz bilmaymiz bolaning ahvolini. Doktor borganki doktor sen manda bo'yibdi, anda bo'yibdi, ma yuqori bo'yibdi, ma kam bo'yibdi. Yoki sen manda hormon ishib ketibdi, yoki manda vitamin kam qolibdi. Shu qarali tekshirishni yaxshi qilganlarning cho'qim aqlida cho'qim yaxshi bo'ldi. Chunki sen bir narsa ajr qildik, uni izchil davom qildik, uni davoladik, cho'qim buni unumini ko'ramiz. Shuning uchun yana
atalarga, analarga deydigan bolup bizningki Uyg'urlarda keyin uşaq tug'itib qoldigan. Buning ayollarga diqqat qilsa bo'lsin, erlar diqqat qilmaydigan. Xudoyim bersa bol deganda azdirgan bal azab ket bal degan ah usuldu, ko'k usuldu, jiq usuldu degandek sal qarashlar bor. Lekin shu ayolimning salomatligi nadiga qonozlik bormi yo'q. Bu ayolimning hozir salomatligi to'g'ri kelamdi, ro'y kayfiyat qandaq degan narsalarda erlarga diqqat qilish kerak. Ya'ni homillar bo'lgandan keyingi ayollarningki o'zininki shu tashqi o'zgarishi abaydan simirib ketish yoki nafas qisilish degan mushtaq ahvollar bo'lgan asoslanganimizda demakki bu vaqtda bir rohatsizlik bo'lganlik uchun mushlar ko'rildi deb bilish kerak ekan. Buni aytib yaxshi bir program bo'ldi deb o'ylayman. Endi yana birisiga deb qo'yganki bu endi bu davolash haqiqatan iqtisodiy qimmat pek yuqori ketadigan. Chunki buningda endi dedim-ku qo'saqti vaqtida biz hech qancha qimmat ketmagani his qilmagan bilan ishga kirganki bo'limiz deb. Bu atalar ig'ir keldigini bu iqtisodiy nimasi bek ig'ir bo'lganlik uchun har bir atani ig'ir keldi. Endi men bu programni ko'rganki biz zaten bu programni boshida bir sayyoh xodimlarga yoki doktorlarga o'tmadik, oddiy xalqimizga o'tyapmiz deyapmiz. Ammo buni anglagandan nima qilish kerak? Ha, qo'sqinni qopdi deb o'ltamay. Vaqt qarada atrofdagi sog'liq markazlariga tekshirish berish kerak, qon azoz to'liqlash kerak. Tamoqni yaxshi yemaydigan bo'lsa, bola uchun bo'lsa-mu, o'zining bolaning keyingi salomatligi uchun yaxshi yeyish kerak. Ammo mushta bo'ldim, qanday qilmay deb o'ltamas kerak. Əməliyatı bizniki hozirgi yordamlarimiz nuqul holda iqtisodiy mesela qiyinchilik yoki turmushning jiddiy bir uy ijara qiyinchilik jihatlarda bo'lib qo'yatdi. Amaliyotda bizning mushtazoatgan programmamizmi qarindoshlar qilgan bir yordamimiz bilsa, chunki bunlarga atalar sal qarab qilish mumkin. Ba'zi atalar to'g'ri kirib internetga kirib izlanishi mumkin. Ba'zi atalar hech izlanmasligi mumkin. Ba'zi atalarning turkcha saviyasi bo'lmasligi mumkin bu jihatda izlanay desa. Yaqin yo'riqlar so'raysa unda bildigan ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men bu programni ko'rgandan keyin mush qo'sqida bolalarga mush programni tavsiya qilishni ham atrofdagi sog'liq markazlariga vaqt qarab tekshirishni agarda o'zining haqiqatda ashta qon ozliq yoki ozuqlik to'liqmaydi desa iqtisod qiyinchiligi bo'lsa yoki bolaning ig'irligi oshmagan bo'lsa o'ziniki burun kasalini bayqamay endi bayqab davomlaydi desa qiyinchilik bo'lgan bo'lsa buni munosabatli o'rinlar bilan ko'rasak bizning ash qo'saqdagi bolani qo'g'dab qilishimizmi aşı bir bu vaqtning sog'lom dunyoga kelishiga vasila bo'lishimizmi katta bir ibodat deb o'ylayman. Inshaalloh biz qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz. Chunki ba'zi otalar qiyinchilikni deyalaydi, ba'zi otalar deyamaydi. Ammo qo'saqdagi bir bola anda xopdi, manda xopdi deb keyin chala tug'ilib qolsa, uni ummat millatga ota-onaning cho'ng ziyni bor. Agar uni biz hozirdan boshlab oldin ola olsak, uni qilib ketgili bo'ladigan imkoniyatimiz bor ishlar. Onun için atalarning o'sha jihatdan qanday qiyinchilik bo'lsa, ya'ni munosabatli o'rinlar bilan yoki biz bilan ko'rishsa, qo'limizdan kelishi yordamda bo'lamiz inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Nihoyat yaxshi mazmunlarni so'zlab berdingiz inshaalloh. Ekranlarimiz rozi bo'lsin. Ko'ruvchilarimizmi foydalanadi. Doktorimiz aytib o'tgandek, ko'rayotgan ko'ruvchilar bundan keyin qattiq diqqat qilish kerak deb o'ylayman. Chunki özümü de öte bu çoğun bir ibadet. Bu çoğun bir ibadet bulup qolmay, hozirgi bizning davoyimizga nisbatan bu çoğun bir g'albi hisoblanadi. Chunki kelgusi farzandlar bizning izimizni besib mangadigan farzandlar. Ularning sog'lom cho'ng bo'lishi, yaxshi bir sharoitda yetilib o'sib cho'ng bo'lishi mush davoyimizga qo'shgan cho'ng tuhfalarimizdan birisi. Chunki vatanda nurg'unlagan bu vaqtlarimiz qirilib ota-onalar o'zining farzandlaridan ayrim qilyotadi. Bu xil ahvol ostida bizning mishada tug'ilayotgan bu vaqtlarniki sog'lom yetildirib, ashlarni vatanimizga qaytarib olib aşağıda o'zimizningki davoyimizni, vatanimizni yana davom qilishimiz uchun cho'ng bir nimasi bor, foydasi bor. Shuning uchun bu programda yaxshi foydalanishinglarni umid qilamiz. Mushkil ahvollarga duchor bo'lgan yoki mushtaq qiyinchiliklar bo'lgan, mush sog'lomlik haqida savollar bo'lgan qarindoshlarimiz bo'lsa, har vaqt doktorimiz bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Fikringlar bo'lsa, yana bir og'iz gapni qaytish esim kelib qoldi. Gapingizni anglab esim keldi. Hozirgi navbatdagi yordam maxsus shu tul ayollarımızga yetim bolalarni ko'z tutib qo'yapti. Yaqinda biz shu yuqori bir o'rin bilan yoki mushtavashidagi o'zi muhim o'rin turgan bir shaxs menga shu fikrni berdi. Mushuni bir amalashtirishimizning kerakligini, ayollarga bu haqda xizmat ishlashimizning kerakligini dedi. Bu bo'lsa-mu tug'ut yeshidagi ayollarimizningki, masalan 2 yil oraliqda 2 yil vaqt o'tsa, ko'pinchimiz va Turkiyada yashamoqda ekan va ijara bu qiyinchilik deb, tug'ut yeshida bo'lsa-mu, tug'ish imkoni bo'lsa, tug'ishga sal qarayotganligi. Chunki ularning ko'z oldidagi qiyinchilikni ko'zda tutishni xato emas. Endi biz qanday qilishimiz kerakligini, mushta bolasi ushshoq, bolasi ko'pligimi oila jihatda mayli yo'lishi bo'lsin. O bir maaş bilan qanchalik bir ish qilib ketadi biz hammiz bilamiz İstanbul hayotini. Ashlar iqtisodiy jihatdan bir destek bo'lsa,
Şularning ballarga masalan yeslilarda bir haqsiz o'qitish yoki masalan chet ellarda mo'jiq tuqqanlarga mukofot berib, oltin mukofot berib, manchunda tug'ildi deb mukofotlaydi masalan Yevropalarda. Endi biz o Yevropada yaşamasaqmı, zaten bizim chet el chiqqan odamlarimizning soni cheklik. Aldı chiqqanlarga 30-40 yil bo'lib qoldi, tug'ut yashini allaqachon o'tib ketdi. Yosh o'quvchilarimiz endi o'qiyotidi. Vatanni yana chiqish imkonimiz yo'q. Vatandagilarning tug'ish imkoni texmi yo'q. Unda bu yerdagi tug'ut yashidagi ayollarningki mushunday keyin-keyindan tug'ish yoki bo'lmasa tug'ish imkoni bor sharoitda tug'may turib turaya demay, shu bolaninki sog'lomligiga diqqat qilgan asosda yoki o'zining homiylik vaqtida diqqat qilgan asosda tug'ishni davom qilsa, biz bu jihatdami yana balkim ko'ruvmanlar ichida bolalar uşaq, bolalar tug'ishni xolis maqsaddan qiynayotgan, mushuni o'qitishdan qiynayotgan ota-onalarga biz amaliy bir yordam qila olsak, bir Uyg'urning bolasining dunyoga kelishi, tarbiyalanishi bizningki hozirgi vaqtda nopusning yo'qilishiga, bir millatning yo'qilishiga qat'iy eng chong to'kpis bo'ldi. Onun uchun nuqul yordamni qanday bir necha tarmoqlar qaratmasdan, o'sha tug'ut yashidagi ayollarning, bolasi ko'p ayollarga oilasiga iqtisodiy jihatdan yordam va yoki ma'naviy o'qitish jihatdan yordamda bo'lsak deb qarayman. Köpten köp rahmet. Bu nihoyat yaxshi bir teklif bo'ldi. Inshaalloh bu programmani ko'rgan yuqoridagi qarindoshlarimiz bo'lsin, hatta bir-birimizga yordam qilish jihatdami, oddiysi mush programmani tavsiya qilish orqali mush xil yordamlarni o'tirg'a chiqara olamiz. Programmamizni vaqt munosabati bilan mishada oyoqlashtirishmoqchi biz. Deganimizdek fikir talaplaringlar bo'lsa, har vaqt fikir qismiga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Doktorimiz bilan, biz bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Inshaalloh bundan keyingi sonlarda sizlarga texnik yaxshi mazmunlarni olib kelamiz. Sizlarni Allohga topshirdik. Allohga omonat.